Ikki xonali sonlarni qo'shishga doir bo'lgan test. Yig'indini toping. 32 qo'shuv 24 qo'shuv 10 ni hisoblashimiz kerak ekan. Bu qanday hisoblanadi? Hisoblash turlari ko'p buni. 32 plus 24 plus 10. Endi birinchi usul qilib qo'yay buni ham. Birinchi usul tepasiga yozib qo'y. Teng bo'ladi. Ketma-ket qo'shib borish. Ya'ni 32 ga 24 qo'shamiz. 56 bo'ladi. Ya'ni 30 ga 20 50, 2 ga 4 6, 56 bo'ladi. 56 ga 10 ni qo'shamiz keyin mana qo'shuv 10 ni orqasiga olib borib qo'yamiz. 66 bo'ladi. Bu birinchi usul. Ikkinchi usul. Yozayotganda 32 ni 30 plus 2 qilib yozamiz. 24 ni 20 plus 4 deb yozamiz. Plus 10. Buni qallamizda bajarishimiz kerak. Ya'ni 30 ga 20 50, 50 ga 10 60. Ya'ni ikki xonali son 10liklarni o'zini qo'shib chiqdik. 2 ga 4 6 plus 6 teng 66. Bu ikkinchi usul. Demak, yig'indimiz, ya'ni yig'indni toping degan yig'indimiz javobi 66 ekan.